Hey, welcome back to my channel. Today we are gonna talk about how to speak in English better. I'm telling you, it's pretty easy with me. Xo'p, assalomu alaykum hammaga. Seni ko'rganimdan juda ham xursandman. Xo'p, bugun nima haqida gaplashamiz? Bugungi darsimiz grammatikaga aloqador bo'ladimi? Yo'q, bugungi darsimiz nafaqat bu yerda bizda gapirish qismi, ya'ni speakingga aloqador bo'ladi va gapirish qismini bu yerda biz qanday ko'tara olamiz? O'zimizga ishonchni qanday shakllantirsak bo'ladi? Va shularni hammasini detalni ko'rib chiqamiz. Xo'p, men shu paytgacha ko'rganman, beginner o'quvchisidan to IELTS gacha bo'lgan o'quvchilarda, ya'ni bu yerda o'zi aslida siz beginner bo'ladigan bo'lsangiz, sizga gapirish uchun grammatika yetadi. So'z bilan sal muammo bo'lishi mumkin, aslida sizga beginner darajadagi grammatikalarni o'zi yetadi. O'zi aslida o'zbek tilida o'zi o'ylab ko'radigan bo'lsangiz, ya'ni o'zbek tilida gapirayotganingizda sizdan faqatgina 3 ta zamon talab qilinadi. O'tgan zamon, hozirgi zamon va kelasi zamon. Bu zamonlar albatta beginner, ya'ni boshlang'ich darajani o'zida o'tiladi, lekin o'quvchilarda aytadigan bo'lsam, okay, let's say they have a lazy mindset. Xo'p, ularda aytadigan bo'lsam, dangasalik mindseti bo'ladi. Men qachonki ingliz tilida gapirishim kerak, qachonki men IELTS ketadigan bo'lsam, qachonki men pre-IELTS bo'ladigan bo'lsam, qachonki men IELTS topshirishimga 3 oy qolganda men o'shanda ingliz tilida gapirisha olaman. Qachonki men IELTS kursini oladigan bo'lsam, men o'shanda gapirishim kerak. Ungacha gapirmasalam bo'ladi. IELTS kursi kelganda qanaqadir menda bir ilohiy kuchlar keladi va men ingliz tilida gapira olaman o'shanda deyishadi. Yo'q, unaqa emas. Xo'p, men o'zimdan qiyos, qachonki siz o'zbek tilida gapira olmaydigan bo'lsangiz, o'zbek tilida o'zi odamovi bo'ladigan bo'lsangiz, boshqa nafaqat bu yerda ingliz tili, balki boshqa xorij tillarida gapirishda ham sizda muammo bo'lishi mumkin. Albatta bu narsa menda o'zimda ham bo'lgan. Xo'p, ingliz tili darajam, ya'ni speakingdan MOOCdan 7,5, 8 olib yurganlarimda darajam yaxshi edi. Shu masalan 2 oycha hech kim bilan suhbatda bo'lmaganimdan keyin bu yerda u darajam shunchaki tushib ketgan. Va o'qituvchilikni boshlaganimda men speaking qismiga, ya'ni gapirish ingliz tilida unaqa gapirmasdim, lekin bu yerda o'zbek tilida dars berganim uchun va menda ingliz tilida gapirish fundamenti bo'lgani uchun va bu yerda bir vaqtda o'zida o'zbek tilida dars berganim uchun ingliz tilida gapirish qismim yanada ko'tarilgan. Aytmoqchiman, ya'ni siz boshqa tilda yaxshi gapirish xohlamoqchimisiz? O'zingizni o'zbek tilingizni, ya'ni o'zingizni ona tilingizni rivojlantiring. Xo'p, bu bizada bitta aytadigan bo'lsam, bitta suggestion, advice, ya'ni bitta maslahatimdan bittasi va keyingi maslahatim nimada? Siz o'zingizni challenge qilishingiz kerak. Iloji boricha o'zingizni aytadigan bo'lsam, gapirishga majbur qilishingiz kerak. Juda ham ko'p metodikalar bor. Menimcha bilsanglar kerak, oynani qarshida gapirish yoki aytadigan bo'lsam, gapiradigan bo'lsangiz, telefonga ovozingizni yozib olish. Juda ham ko'p. Men o'zimni metodikalarimga ketaman, o'zim ishlatgan va menga foydasi tekkanlari. Sizga ham foydasi tegishi mumkin. Xo'p, aytaylik, masalan, siz bugun bordingiz darsga bordingiz, siz present simple tense, ya'ni hozirgi oddiy zamonni o'rgandingiz. Siz uni ishlatishingiz kerak. Bu yerda iloji boricha yoki present continuous, aynan sodir bo'lgan ish harakatlar nisbatan ishlatsangiz bo'ladi. Xo'p, masalan, maktabga ketyapsiz yoki avtobus kutyapsiz. Atrofingizga qarang. Odamlar nima ish harakat qilishyapti? Yoningizda masalan 20 tacha odamlar bo'lishi mumkin. Ulardan ikkitasi telefonda gaplashyapti. They are talking on the phone. Ya'ni ular telefonda gaplashyapti. Xo'p, misol uchun aytadigan bo'lsam, 3 ta o'rtoq urushyapti. They are fighting now. Ya'ni ular hozirgi damda urushyapti. Xo'p, uni xohlasangiz ovozingizni chiqarib ayting. Xohlasangiz uni ichingizda ayting. Bu o'sha ingliz tilida gapirish uchun birinchi qadamlardan, boshlang'ich qadamlardan bittasi hisoblanadi. Xo'p, yoningizdagi narsalarni siz ayta olasizmi ingliz tilida? Bu o'sha eng birinchi qadamlaringizdan bittasi bo'ladi. U farqi yo'q. Masalan, bugun siz present continuous o'rgandingiz va o'sha atrofingizga qarang, aynan sodir bo'lgan ish harakatlar nimada? O'shani tasvirlang. O'sha 20 ta odam bo'ladigan bo'lsa, 20 ta odam guruh odamlar bo'ladigan bo'lsa, masalan, ikkitasi boshqa ish harakat qilayotgan bo'lishi mumkin. 5 tasi boshqa ish harakat qilayotgan bo'lishi mumkin. 4 tasi telefon o'ynashayotgan bo'lishi mumkin. Ayni vaqtda. O'sha narsalarni xohlasangiz ovozingizni chiqargan holatda, xohlasangiz ichingizda aytishingiz mumkin narsalarni.
Xo'p, va bu birinchi metodikalardan bittasi va o'zingizga plan qilib olishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun, haftada 7 kun bo'ladigan bo'lsa, misol uchun siz aytaylik, 8 ta 9 ta zamonlarni bilishingiz mumkin ingliz tilida. Aytadigan bo'lsam, present simple, past simple, future simple yoki to be going to shunga o'xshash zamonlar. Siz o'zingizga plan qo'ying. Masalan, siz dushanba kuni maktabga borasiz. Ayting, masalan, bugun dushanba kuni men faqat bugun past simple, ya'ni o'tgan zamonni yaqtirishim kerak. Xo'p, aytasiz, masalan, men shu ish harakatni kecha bajardim. Shu ish harakatni masalan 2 hafta oldin bajargandim. O'tgan yil bajargandim shu ish harakatni. Ingliz tilida past simple'da bugun aytasiz, dushanba, men bugun shu past simple'dan foydalangan holatda 20 ta gapirishim kerak. Farqi yo'q, siz maktabga borasizmi? Ishxonada bo'lasizmi? Ko'chada bo'lasizmi? Ovozingizni chiqargan holatda, o'tgan zamondan foydalangan holatda ovozingizni chiqarib gapiring. Xo'p, dushanba kuni o'tib ketdi. Seshanba kuni xohlagan zamoningizni tanlang. Aytaylik, bugun seshanba kuni present simple. Hozirgi oddiy zamon. Men bugun faqatgina hozirgi oddiy zamonda 20 ta gapiraman. Aynan shu doim bajariladigan ish harakatga nisbatan. Aytaylik, chorshanba kuni keldi. Chorshanba kuni future simple. Kelasi zamon. Kelasi zamondan foydalangan holatda men 20 ta gapiraman. Siz bu yerda zamonlarni ishlashga harakat qilasiz va payshanba kuni siz aytishingiz mumkin, men past simple, present simple, future simple deb gap ishlata oldim. Endi bugun menga payshanba kuni ozroq o'zimni qiynay, ozroq ingliz tilida gapirishga harakat qiling. Uchala zamonni ham bitta qilib gapiring. Xo'p, payshanba kuni siz past simple, present simple, future simple 3 ta zamondan foydalangan holatda 20 ta gapiring. Albatta bu daftarda bo'lishi kerak emas. Bu yerda aytadigan bo'lsam, xo'p, ovozingiz chiqargan holatda aytishingiz kerak bo'ladi. Va sizga aytadigan bo'lsam, bu o'z-o'zidan communication skills, ya'ni suhbat ko'nikmalarini shakllantiradi. Sizda suhbat ko'nikmalari shakllantirgandan so'ng, masalan, siz aytadigan bo'lsam, IELTS ga tanlayotgan bo'lishingiz mumkin. Seferga tanlayotgan bo'lishingiz mumkin. Sizda qachonki suhbatlash ko'nikmalari shakllantirildi, endi siz bu yerda IELTS yoki Sefer savollariga ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Chunki siz zamonlarni bilasiz, qanaqa holatda ishlatishni bilasiz. Siz zamonlarni his qilasiz, nimani ishlatayotganingizni bilasiz. Endi bu yerda sizda ozroq bo'lsa ham ingliz tilida o'zingizda ishonchni shakllantira oldingiz va zamonlarni qanaqa holatda ishlatishni shakllantira oldingiz. Men bu juda ham shu simplelarni ko'rsatib berdim. Xohlagan qanaqa zamon biladigan bo'lsanglar, iloji boricha qiyinroq zamon ishlatinglar. Present perfect continuous yoki murakkab zamonlardan ishlatinglar, murakkab grammatikal strukturalardan ishlatinglar. Men bu yerda aytganim shu beginner o'quvchilar uchun. Agar siz advanced o'quvchilar bo'ladigan bo'lsangiz, boshqa advanced leveldagi grammatikalardan foydalaning. Xo'p, shu strukturalardan foydalaning. Aytadigan bo'lsam, shu men o'zimni speaking qismim shular orqali ko'tarilgan va kino ko'rish orqali ham. Agar kino ko'radigan bo'lsangiz, subtitr orqali ko'ring. Bu subtitr orqali ko'rishingiz sizga nafaqat ravonlik qismingizni, balki bu yerda talaffuzingizni ham shakllantirishiga ancha yordam bera oladi va aksentingizni ko'tarishga. Aksentingizni, masalan, siz qaysi aksentni yaxshi ko'rasiz? Amerikancha aksentmi yoki britancha aksentmi? Xo'p, o'zingizga yoqqanini tanlang. Amerikancha bo'ladigan bo'lsa, amerikancha, britancha bo'ladigan bo'lsa, britancha. Xo'p, lekin birinchi o'rinda aksentga emas, pronunciation, ya'ni talaffuz qismiga e'tibor berishlarini xohlagan bo'lardim. Misol uchun o'quvchilar aytishadi, menda bilmadim, menda amerikancha aksent deydi. Bittasi keladida menda britancha aksent deydi. Ikkinchisi keladida menda Kanada aksentidaman deydi. Ammo amerikancha aksentda gapirmasam, ingliz tilida yoki britancha aksentda gapirmasam, menda pasbal qo'yishadi. Balim tushib ketadimi men boshqacha aksentda gapirsam yoki hindcha aksentda gapirsam, meni balim tushib ketadimi? Yo'q, balingiz tushib ketmaydi bu yerda. Hattoki sizda 20 xil aksentda gapiradigan bo'lsangiz ham test o'zida, lekin pronunciation, ya'ni talaffuz qismingiz, talaffuzlarni to'g'ri qilasizmi? Hindcha bo'ladigan bo'lsa ham bu yerda hindcha talaffuz qilasizmi? Lekin hindcha aksentda gapirasiz, lekin talaffuzingiz to'g'ri. Amerikancha aksentda gapirasizmi, lekin talaffuzingiz to'g'ri. Bu yerda talaffuz to'g'ri bo'lishi bilan, lekin qanaqa aksentda foydalanishga qat'iy nazar, bu yerda sizga hech qanday aytadigan bo'lsam talaffuz qismingizga minus rol o'ynamaydi. Xo'p, shulardan shu metodikalar, shu narsalarni ishlashga harakat qilib ko'ringlar. Keyingi darslarda ko'rishguncha. Bye bye.